Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi qafaslarimiz tayyor bo'lgan. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Qafaslarimiz mana kaptarlar uchun hamda dakan ishqibozlar uchun. Albatta befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Hop. Mana bunisi 1.40 uzunligi. Oldida mana portichkalari. İçinde 16 ta uyalari bor, eshiklari arka shaklida, taglari apshipka bilan o'ralgan. 32 ta kaptar uchun mo'ljallangan qafasimiz. Parlash xonalari bor. Temir ugunnidan bo'lgan. Bunisi esa 2 etajli 2 xonaga ajratilgan dakan ishqibozlar uchun temir qafasimiz. Mana yo'llari o'ralgan, pastlari mana laklagacha sepib quritayapmiz hozir xudo xolasa. Bunisi esa kaptarlar uchun mo'ljallangan. Ranglari mokri. 25 ta katta uyalari bor. Uzunligi 2 metr, balandligi 2.30. Tomlari ham mana o'zgacha bo'lgan, dizaynda bo'lgan. Taglari baquvvat, odam chiqsa bemalol ko'taradi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.